Ketdi Zahiriddin aka. Anti to'y. Karkar Aziz akam bor, shu steykka chaqiryapti Burger Lounge'ga. Qatay ketaman, anti ko'jiri bo'lsam, to'y tashab ketmayman. Nima qilamiz unda hozir? O'z borib ko'ring. Bo'ldi, unda o'zim borib ko'raman. Borib ko'ramiz Burger Lounge'ga. Karkar aka, sotdamisiz? Tushunmadim. Sen kimsan o'zi? Men borib ko'ramizdanman. Saru qani? Endi menman o'rniga. Charillashga arziydigan steykingiz qani? Rastayan ushlab gapirgan. Sanganmi? Teshi tegmagan. New York steykidan qilib beraman. Eplol yeysanmi ish qilib? Sizlar eplab bersanglar bo'ldi. Teshi tegmagan steyklarni yeb ko'rgan Aziz akaning Burger Lounge'lariga yetib keldik. Xohlasanglar oila bilan, xohlasanglar do'stlar bilan maroqli vaqt o'tkazish uchun rosa zo'r joy. Ishonasizlarmi yo'qmi, shaxsan Azizjon Ahmedov o'zlari bizga xizmat ko'rsatishni boshladilar. Birin-ketin ovqatlarimizga keldi. Nonlarni ham joyida sveji pishirishar ekan. Bu New York steak. Kontrfiledan qilinadi. Bonfile juda ham yumshoq bo'ladi. Bunisi g'irt erkaklar uchun, takoy go'sht tushunadiganlar uchun. Ishqilib, projarkalarni tushunasan-ku, ha? Yoki qon deb qon qovurasan boshqalarga o'xshab. Menmi so'siz olib karkarmidi? Qarta. Steak projarkasini so'rashgan edi. Medium well dedim, menga yoqadigan qilib zo'r qilib berishdi. Kimdir tushunar, kimdir tushunmas, lekin men bunaqa go'shtga mazza qilaman. Steakga 2 xil sous qo'shib berishdi, barbekyu va tartar. Shuni hammasi narxini bor yo'g'i 300 ming so'm qilib qo'yibdilar. Birinchi turgan tanishingizni tashlab qo'ying, 2 kishi bemalol to'yadi. Steakdan rosa mazza qilib oldim. Endi gal yoshlikni eslatadigan kartoshka padamashnim. Bekorga yoshlikni eslatadigan demadim. Maktabdan kelganda onam mashina qilib berardilar. Faqat uni go'shi bo'lmasdi. Undan tashqari mol tilidan yengil salat qo'yishgan ekan. Mayonezli bo'lsa ham yoz kunida rosa yengil ketdi. Oxirida biz kutgan desertlar yetib keldi. Hech qachon o'zgarmaydigan, eskirmaydigan Black Forest va fistashkoviy San Sebastian. Sebastianning strukturasini ko'rsanglar bo'ladi. Nejniy, kremli, mazza qilib tiqvordim oxirida. Har doimgidek limon choy sirpantirib Aziz akamdan duo olib ketdi. Narxlar arzonmi, qimmatmi? Lokatsiya Telegram kanalida bor.